uchun bugun mush amroq mashinamda bir kun mulozimat qilamiz. Marhamat. Shunda oldu. Bizning moda iqim xonishi Odila Sidiq. Naqshi bilan qarshi ketganmisan. Ha? Mana. Mashina istedimi? Ha? Ajoyib bo'lamdi ekan. Shigrab chiqqan tomon. Chiniq qo'yibsiz a? Ha, naqsh etganda o'pkam tushib qolib. Hadi pul toptirib qo'yayli, ha? Mana ekan qog'ozlar. Ay, shunda yaxshi bir odat yetildiryapsiz. Davomli chiniq turamsiz? Qayrg'anda. Voy Odila. Apli deyman. Odila 18 yoshku. Ammanlik ko'rdingmi? Men bilan tantish chiqdi. Ha? Yoshi bor ekan bu. Voy. Men 20 ga kirmas, siz shu 18 kirgansiz-da. Endi sizlarning bir maqsadinglar bor degan, ha. Bugun yoshni oshkorlaymiz. Ish qilib bizniki barliq maxfiyatliklar balkim endi ochiq bo'lib ketadi deb o'ylayman. Yo'q, umuman karim yo'q, nega ko'rmas. Ne, yara sizni nega boramiz? Bozor bormadingiz bu. Bozor boramsizlar? Mayli siz nega vaqtingiz bo'lsa danga bo'ldi. Bozor boraylik. Men yaqinda kuzlik kiyim-kechak bu narsalarni olmoq istedim. Qishliq. Shunday bulamda momamda mana bu. Voy, akilon men yerdan qulay qishliqmi deylar? Qishliq, kuzlik. Norka olmoqchiman? Ya, norka kiymayman men. Ha. Palto kiymanki, tog'ani kiysam kiymanki norka kiymayman. Sizlarning paranglarni men naqsh orqali qilib bilib o'tayapman. Chaqirmanda. Oh, mana. To'q. Ey! Men naqshni anglasam ish qilib Odila. O'zimni sal basamay qilmoqchiman, to'g'ri tushuninglar ha. Voy, xiyolga tushib ketdi Odila. Bahorni eslayotgan o'xshaydi. Odila! Sidiq! Nima suyunchi barchasini olib ketmayman bu qog'oz. Suyunchilarimiz baba. Bo'ldi, chatta yo'q Odila Sidiq. Apolti men o'ylasam qo'mboni. Shiyiga oparma bo'ldi. Nim desang shuna berma bo'ldi. Sabda? Ha. Kelgaysan noz bilan birga kuylarda bahor. Kelgaysan noz bilan birga kuylarda bahor. Ko'zlamdagi tamcha yomg'ir zamzam suyidek. Chunki har tamcha yomg'irda bir dona bahor. Shu'g'ani bahor deb bizni. Chunki har tamcha yomg'irda bir dona bahor. Moyarlik qo'ydi. Bahorim yangrab sozi, uzilmagan navosi. Bu deyman, bahorim yangrab sozi, uzilmagan navosi. Bahorim yangrab sozi, uzilmagan navosi. Bahorim yangrab sozi, uzilmagan navosi. Shunda payzoda oldi. Naq maydonda anglaydi ekan. Ha, qish kelsa bahorning naqsini ajab payzoldi ekan. Biz ashta qish kelganda bahor deb, bahor kelganda qor deb. Shuni deb, uni deb mana qishnim akilib oldik, ha. Bas, yo'ldagi daraxtlarni yeshildan sarg'ishdan yo'pirmoq yo'q holat akab oldik, ha, kammashinimizda. Qor yog'imdi degan bilan kuz uzoq bo'ldi-ya. Ha, shu. Ham yana unimi qornim yog'dirib olamiz, o'ng'ichi qor yoqqanda bir chiqmas. Endi men zavod emas, ijodiyat. Ishga doğru ijodiyat qildim. Lekin ijodiyatlaringiz bakpayzi. Bahorni qildingiz, shundaq-ku. Uzoq vaqt qildim. Qornim o'ylab qo'ying, ha, undaq qilmayman. Ko'ngli kelib qolamiz. To'tpasining hammani o'ylagan bo'ldi. Ha, Odila. Men davanga boraylik, davanda bir Changloyan tarafda bir beliq pes sotadigan bir do'kon bor. Sotadigan nima? Beliqni polog besib yeydigan beliq. Mana chiniq qotida emasmi ku? Shu quvvatlik mundaqiliqqa foyda qiladi. Beliq pishirib polog besib yegan ko'rganman. Endi sallash ketdi-ku. Bo'pti endi. Sallashmamtu? Yo'q. Siz qaysi tabiiy chiqish shu endi. Amra sallab ketib bu yoqqa Odiladan. Mehmonlar. To'g'ri, hurmat uchun. Endi siz beliq pishirib polog besib yegan ko'rganman.
Hem siz dediniz ilki yeni aşkan bolsa dedik hozir. Tamaq turlari, ijodiyatlar ajoyib bo'lib ketayotgan madaniyat. Kilasandan boshlab men riyosatchilar bu naqshasisin. Bahor yetamdim men hamda. Ish niyatim bo'ldi. Siz nimasiz aytdi? Adiladan riyosatchilik bermadi aka hamda. Men o'tiray. Hozirdan boshlaydi. Bo'ldi men naqshchi olayimda modiqim nimasi deysizlar? Naqshchi. Begzodis. Bugunimda bozorga borma deb qolmasa-da, odatda mushta bozorga chiqib olgan gapni to'rdimi olamsiz? Qaysinchi xil qilasiz? To'rdimi olma. Ben iqtisod boshqarishga o'sta deb o'ylayman o'zimni. Shu kesib o'qiraman. Yo'q, men gumatda kesib o'qiraman. Nimantr? Gumatlar, o'sha qo'yishib qo'ydim. Gumatda. Filologiya. Men qaysi maktab Shinjongda shu? Shinjong universitetida. Hozir hamishiyatda endi onlayda endi. Hamma sizning naqshi ijodiyat deb Belidu deb o'ylayman-ku endi. Adilada men bilan tang tutadi. Vaqtim deb bo'lmaydi. Men bilan tang tutadingiz a-da. Ikkala oldin kelib tutadi. Hajada turib ikkimiz tang tutadi. Hey, adab degani chalamizmi shundami? Tabashi neydi-ya? Almashtirib taylayman. Hamdan almashtirib aytib qoldi Adila. Men uzem yolg'iz, uzem bahor, uzem yoz. Uzem bahor, uzem yoz. Uzem bog'ban, uzem tuproq bo'lib yuraveradi. Nimon, men Shinjong universitetini o'qigan 2008-yil bitdim. 2018-yil degan kasbini Pashida 3 yil gumanitar kasbni, 12 yil xanuz tili kasbni, kasbni. Ashta o'rgandi o'qandi bizning u qarar o'quvchilar shundaq bir to'shuvda bo'ldi. Alayda o'quvchilar shundaqmi? Lekin biz 2008 bitirib 2009-yili men Turpan üzümçilik hiyasiga Turpan bardingizmi? Bizim yurtda ishladingizmi? Üzümçilik yurtda ishlagan. Shu u yerda 2015-yilgacha shu yerda shtat bilan shu yerda ishladim hiyasida. Endi u to'g'risida gap qilsak, bahchi qiziqchilik gaplar bo'ldi. Ben tuncu bağan vaqtimda kichikkinamsa. Ben tuncu bağan vaqtimda qarang, Tutpancha. Meni Urumchilikdan sahola kepti deb. Başlagan turbaqa oriq olmay. Unda qilmaydigan ular. Yo'q, bizlar ana qilgan. Ularni qarab o'tirmaydigan. Mekilan demaydigan. Ular aldirab shuni bilan meni davrashga chidamlik bexatarlik qurilish ishxonasiga bo'lib qo'ydim. Bu chog'da men xish bilan kesakni ayiramayman. Meni gazsat deydi. Gaz degan nima bilansiz? Yo'q. Bukdamaysiz. Men bukdamga oppoq narsaga qarang, shamol chiqib uchib ketadigan, ya ustiga bunday so'ylab yo'qlar yeb qo'ymaydi. Necha tonni gazni meni seting deb qoldiradi. U ya so'ylab shamol chiqasin, voy gazlarim deb yig'lab o'tdagan. Chiqib ketdi 1 kilodan. Yağmur yağısı verip üstüge so'ylab yopqiyib batgan, u to'l bo'ron chiqdi desna. Ayna qilib u gazlarni setgatdi, xishigov gaz degan. Xumayman shu qo'llarim bilan diqqatla keldim. Adila gaz beraman bizga. 1 kilo deb tavasingiz degan lekin men Muşundaq tishan bilan bir ishki naytdi quloq kesdi. Gurjak bilan quloq kesdi bir ishki xizmat ishim bor, qattiq ish qo'shaqmaydigan ularga yoldirib yurib berangda. Tang to'shib shunday qilib 10 tonna gazni setatdim desiniz ha. Mana. Qaytıslamda ziya aynaq dağıtmağı ya boran çıkdı o yerdə ya üstündə bir öymənə bir soylu uyup bulmasa nə ketmə qanda bilirmə ne. Ziyalı oldu mu? Ama oğlamı şunu bir şey dizip kaynıyor. Mağazanın balısı kalısı oğanik. Ziyan boz tövləvəsin. Kız yedik eşq, ulanın geplerim için ben bir şey verip. Sizlerden de koysanız buldum. Sizlerden geplerim Şundaq bir xalaylıqı qiziqchilikda necha yilning qanday o'tib ketganini bilmay ashdan o'tib ketdi. Keyin men o'zim ashlarning tilida so'zlab, Urumchi ma yerlik o'zimizdan yerlik tillari og'zimga biza qo'llashmaydigan, qo'pollanadigan bo'lib qoldi. Mana. Saqlamda yaxshiroq so'z aytgansiz tutmaydi. Yo'q, shunday. Başta Adila xonimning degan vaqtida ilqi arg'anda, unda emas turpaliqlar o'zingiz bildingiz-ku hozir hamda. Bek ko'z ular. Ilqi Yo'q, beshida shunda bo'lgandek, uni men o'zim shundan yesib qoldim-ku. Beshida shunda kuzatish bosqichida keyin ondan
voy biz degan hozirgacha mana izlashib degandek qisqasi men ashlarning uyida turib ketdim men oxiri ashlar bilan tanpil choy o'ynab tapanjichi o'ynab voy ishqib bek ko'ngillik aslimlar va hozirgacha ular ishqib o'zining adamini bo'ldim ma chiqsa mana Adilaxon chiqdi bizniki bizlar birlashgan chiqib bek sevimlik ular bir-biridan sevimlik bir-biridan samimiy sodda ah ko'ngil chiqib meningki eng yoshlig'imdagi eng oltin qira vaqtlarim ash turpan o'zimchilik güzel aslim bilan o'tdi aniki men taz yezi qishloqlarda qizi chiniqib degan o'choqlardan menki baga vaqtda qarnik yasash moda ketgan qarnik degan to'shib ketdimi zat o'g'it deganni to'qning o'g'itlarini degan siz ashna shunda siz buraydigan uyga berib yunib tarnib bir haftaga shu buraydi ashuna qilib ketgan safka bir narsa unutib qolganda kes qildingizmi atrofingizga qarang yumshoq yostiqdan men kaltiraychi mana bu yostiqmi yostiqlarimiz kelib ketdi men xaytini bekrak bunda tizimizda qichar bizni yostiqlar kutib ochib bu yerga ketib qoldi shuna pek güzel hikoyalarga adaylar shuni bilan men u yerda Maşita maymunlarda kichik mundaqchaq va Vespitin banaga meni va u yoqqa bu yoqqa. Ash Vespitin menib turib nurg'un naqshlash, Vespitin menib izimchilik yesida ijod. Osh tarafdan ijod qilgan naqshlarni, Nafisani, Karvanni, aniki bahar hatta. Bahar ha, turpan ijod bo'lgan naqshlar. Dadanga. Bizlar jutma naqshga deb qo'yamiz aka. Naqshga deyman. Siz o'zlar turpan nerni ketdilar? Men turpanniki pichan naisi lamjin yesdim men. O'zim chiqdi yedim, lamjin, xondo, lükchen tuyuqlan bilsizmi? Nima singildan tatma qo'yansanlarni, laponlar yomon o'xshaydi. Qilgan qavruq. Ikkitidganga. Mana Adila topalliq bo'ldi endi. Shundan keyin adin meni bu qiz asli turpanlikka deb kelib chiqibdi. Asli mening dadam o'ljiloq. Shunga chaqchaq qamroq o'zim bu. Lekin men Urumchi tug'ilgan. Ay unda bo'lsa Adila siz kasbni o'qidingiz, anandikin bag'andikin xizmatni qildingiz turpanda. Lekin shu ijodiyat bilan yoki shu muzika, naqshi bilan sizning shug'ullanishib qilishingizga bir turtkilik rol o'ynagan bir ishlar bormi yo'qmi? Ya tug'mi talant ham tuq ya buni hamda. Ama tug'ilib naqsh etib. Unda emas, lekin hozir o'ylab baxsam shu menda tug'mi bor ekan. Nimishqa desangiz, kichik vaqtimda dadam mushtajiyatdan tarbiyalagan meni. Lekin shundan bir xurishimizim dadam tarbiyalamasdi. To'g'ri. Shu kichik vaqtimda shu naqsh etib ko'zimga liqtini yashilib, shu naqsh chichingning naqshlari moda bo'lgan bizning kichik vaqtimizda. O'sha ishlaydi degan naqshlar moda bo'lib ketgan. Shu naqshlarni degan ko'zimga liq yashilib degan aytadi ekanman. Hayajandimi? Ta'sirlib yig'layotgan yoshmi yoki odamimiz aytadi degan yoshmi deb. Hayajonni ketib, o'chaq 2 yosh, 3 yosh vaqtlar nima qilgan hayajon deysiz? Shuni demoqchiman hozir. Otami yig'layotgan bo'lganki men otsa yetadi. Manda qanday yoshmikin debdi buni. Keyin dadam menga bir yurish shu naqsh aytgan bek yaxshi vallahi ham Yaponda Sony Yuanbanda İtalda yengişanlarını uzun yıl yıkanmaşığı bir qetimda Allah verdi deseniz ha. Falan çıkıdlar bu tutdu. Şu vaxtlarla üzüldü. Şeyle badayman pulunu. Ha işte vaxtlarda dadam şu çağda apamga bir şeyciyem apamay. Kralga apamay men pianino apaygan şu vaqtda. Hem o vaxtlarda his qilmayotgansiz shundoq qilish kerakdek majburiyat bo'ladek. Ya hozir selishtirib o'zimizning otam bo'lgandan keyin hozir otalar shu vaqtdagi ahvollarimizni selishtirib shu vaqtlarda ham dadam opam haqiqatan zo'r kuch chiqarib ekan o'ylab bekma kral olmaysiz deb pianino. Shun qaraganda men ularning umidini yerda qo'ymabman. Qattiq qo'ymadingiz. Men qurish ekan deb. Endi menimcha qizimga hozir nima bo'lsa shuni apraytsam, u hargiz mening kichik vaqtimdagidek undaq berilib 1 soat, 2 soat undaq quchoqlab undaq deganchini quchoqlab undaq o'tirib kunda naqsh etib undaq qilmaydi. Lekin men u chaqda koridorga chiqib qilg'ayshangni men naqsh etish. Ani kichik bir o'yinchoq deganchini realni tashlab qo'yib ekan, bir hafta quchoqlabdi men uni. Kech kunduz quchoqlab shunda chelib shuni olar bu qizim yaxshi ko'rdi ekan deb appagan shu chaplashgancha men hozirgacha o'tidan nerga ketmay ish qilib kuyib bu kasbni
Çoğunlar aslında benim nakış qilish niyeti yoktu. Fulen rural qilish niyeti battı ya. Şuna benim devlet memuru bulup, partiya xizmetini, devletning memurluq xizmetini yaxshi qilib, deydigan bir kichigimdan bir vatanparvarlik ideyan singdirib ketganman. Şuna maktabga kirib shu partiya a'zosi bo'ldim, yaxshi o'qidimcha o'zimcha davolayapman. Davolarga qo'yinglar. Hech kim bilmaydi, men maynak, bu naqsh etishni boshqa bilmaydigan povash bu. Baştan çaqchaqlanib beramiz. Shundaq biz anglaymiz. Bugun shu ish qasimiz bütün o'zimizniki narsamizdan tashlab etimiz Chumpardancha. Bugun intayin erkin ozoda. Ha? Nim deganimiz bo'lsa, bizni bir munda hayron qoldirib Shuni bilan da şöyle yaxshi o'qiganman mush. Mana voy Shinjongda shuni oldirib mana. Rahmat Jumoy, og'aylarim sizlar meni mushaga. Ey! Adilaning olmayku. Rahmat kelib qopti. Aslan Taşök imtihan bergan vaqtimda nomerim Aliyulalardan qaysi meni o'g'andi. Chunjanti 10 bo'lgan, 10-chi bo'lgandim men Izmaypanda. Mening shu vaqtdagi nomerimda men shu joyga orzum bo'yicha Shanxay va Yushuan yozgandim, Taşökka yozgandim. Bu joyda Tsinhuadan boshqa hamma Taşök yetishdi nomerim yaxshi chiqqan. Lekin dadam tuvallarga berib deb xalq yaqin turib deb şey qasa qo'ydim men şey yezig'da shuni bilan bo'ptamdi şey o'qisam yaxshi o'qilib benim yaxshi bitirib da shu putaga vaqtimda shunday o'shing deydigan bir bad u shunday o'shing degan bizning partikomniki maxsus shu 3 yaxshi mesela yaxshi o'qigan oliy maktab o'quvchilariga tushirilgan alayda imtiyoz siyosati buningda ko'ngilga imtihan memurlik imtihan berdi imtihan berib natijasini ustini asli qarab serib belgilik stan shu chog'da bizning qarorimizda 2018da 130 sambatni aniq esimda Shinjongning har qaysi yerlaridagi o'quvchi bolalarni e'lon shu 130 ga kelgan shartda seriblar davlat memurluğu qabul qilib bizlarni tamam shu tuvallarning eng jafoliq yerlariga chiniqinglar uzanglar papalab chiqinglar deb tushiribdi deb biz kar yo'q shu vaqtda men yaxshi natija bilan memurlikka imtihon berib o'tib shu imtiyozga ega bo'lib partiya maktabda 3 oy bizni nima qildi 3 oy chiniq turib shu qaytadan siyosiy o'g'inish qildirdi bizni qildirgan vaqtda men shu chog'da sinf bosh qilib deganza qilmagan ishlaringizni biroz deb qo'ying endi Adila unda qilmay sinf boshliq bo'lgan shu chog'da shundoq olkitibdim hamda hayron qolarliqchi men Faoliyatchan ashunda olib birda biza yuchiq tepib jimroq o'ltirib olaychi deydiganda emas shu yuchiq vakin deb turganda shu oldimga itilib turgandanda shundoq qilayli bolalar itayli bolalar deb shuni bilan bizning shu vaqtda degan Shinjongning har qaysi yerlaridan kelgan savoqdoshlarim bor hozirgacha izdishib qo'yib deb shundoq mehrimiz bor bir-birimizga garchi kunni ko'rishib turmsaqmi demak men hozir ular qanday olib ketsangiz oldi men partikom idorasida ishlardim Shinjongning demak qolganlari Shangrong yiz boshliqlar bo'lib ketdi qiraq dijularniki shuni bilan u bizningki u savoqdoshlar yomon katta savoqdoshlar u nega borsam shu savoqdoshlar bizning savoqdoshlar bali ayni vaqtda shu 2018 ham shularning orasida men bir po'qay chiqib qoldi yaxshi aytman deb davlat ma'murligini qaytadan yaxmanda ching tutib ishlayamay unisi yo'ldoshim saqchilib biz ishga yerda ajrab bek turib ketdi bola ish ko'p ketdi qarsam bu naqshni o'tini o'chirib qo'yamig'idayman kuyab pishib shu bo'ldilar balamni boqqashmish naqshchiligimni qilay deb 2015-yili o'zim istiqbolnoma yozib kollektivning ma'qulligi asosida shuni bilan istiqbol berib tupla naqshchi bo'lib ketdim uning oldidami naqshchi uning oldida bir chavakchi deydi tamomlar bu chavaklar jiqqa demak o'tkir yuqorida biz Adila xonimning bayonlarini anglagandan keyin sen shu o'yladingmi hammamiz asosan yuzaki holatda Adilani bir naqshchi deb o'ylaydik ham ijodiyatchi deb o'ylaydik ham baytdan bergan bir suhbatimiz bor modiqim xonishi debchi naqsha modiqim naqsh xonishi deb naqshni avasingiz boshqa bir xonish yo'q qolgan gap modiqim lag'man xonishi demak mana hozir hamda anglagandan keyin haqiqatan Adilaning mayli kichik vaqtidan boshlab tarbiyalash bo'lsin oliy maktabgacha
Hattoki uningdan keyingi xizmat ishligicha bo'lgan shu arliqlardagi bayanlarning hikoyalarini anglagandan keyin ekran oldidagi do'stlarimiz Adilaga nisbatan yana bir qatim qaytadan bir o'ylanish, qaytadan bir qoyil bo'lish istab qo'zg'aldi deb o'ylayman. Bir chavak chasangiz. Bizning shu 80dan keyin tug'ilgan bolalar chiqib nurg'un issiq sovuqlar. Bizning maktablarda hamda. Nurg'un issiq sovuqlarni boshdan kechiradi. Hammaning bizga tanka qolgan. Aynan bo'lgan. 6 sinf nima? Top taratni biz yeymiz. Biz ketgandan keyin yangi binosi. Hamma maktabga. Telefon yo'qdi. Telefon yo'q, vaqtlarda deganga, o'g'il mayli ham, lekin bizning nihoyatda go'zal bolaligimiz bo'libdi ekan. Shu vaqtlarda ham telefon yo'qdi, telefon bo'lmagandan keyin biz qo'lim qo'shnilar bolalari bilan yomon katta o'yin yutdik-a. Yilqi chaqirib qo'ygan vaqtlar shumi? 506 telefon gapga o'tishyapti. BBC baba. Chanxo chaqirdi, ko'rsan bu davrdan bilmaysan-da. Voy biz degan nama sirtib chiqaradi-da, uni ko'rsin vallahi deb qo'yadi. Har xil ranglar bor buni. Har xil sayrak. Chaqasdi bizni chaqiribdi deb kirishlarimiz voy telefon qaytarib qoplab kelsak, tillab yo'yaqsak, bunda tillig'ilmaydi deb. Albatta turimiz bor. Cho'qim chiroyli gap qilishimiz kerak, nihoyatda ilmiy. Masalan, qiz do'stlarimizni biz yo'l qilmoqchi bo'lsak, deymizda, "Vilqi, futaydik sen ketib qo'y, topmay so'z qoldirib qo'ysangiz, men sizdan bak sig'indim, plan bir yerda saqlayman. Dal soat manchida" deb hamda sal o'tib ketgan bir gaplarni desak, "Apandim xapimisangiz, bunday gapni yozib olmaydi." Lekin shu vaqtda gen dal shu vaqt boradiq-a. Vaqt qarash işte. Amallikda o'chadigan ishga chiqdi qilsam ushmachay. Qo'lsirab qolmasimiz kerak. Voy, bek güzel chaqlar. Lekin kikiu chiqdi, kikiu. Buni deganim ham deb mening hozir o'ylab baqsam men cho'ng saknilargimi qo'rqmay chiqadigan, lekin tuvanlargimi tuvan yaladimi qo'rqmay naqsh etadigan shunday bir sababchi deb o'ylayman o'zimni. Nima qilsangiz men partiya maktab o'qiyotgan vaqtimda shu o'qiyotgan vaqtimdami kunduzi o'qiydim, kechasi naqsh etib pul topatdim. Mana. Men o'zim oliy maktabdagi butun rasxodimni o'zim shu tirishib pul tepib ishlab jo'jalar. 550 koy 30 koydan ishlab ketdik. Qo'llandı ketdik. Hatta sizningdek men izim keldim, men bir riyosatchilik qilgan. Miu naqshetsiz. So'liq naqshlarni etmaysiz. Siz deb meni. Siz tavsqan naqsh etadimsiz deb loballamin degan chiqarib o'tgan vaqtlarim bu. Hodilam bir ish yodim kelib qoldi qara. Mushu vaqtlar bizmi menmi shuna oliy maktab o'qigan vaqtimda riyosatchilik uchun kechda men restoranlar berib to'y to'kinlarga yak paletaga riyosatchilik qilib pul topay deb shunda esimda bor bir restoran berib riyosatchilik qilgan. Shuningla xo'jayin ko'rib bilan bo'ldi aytdim boshlab ishga kelingsiz. 100 qo'ydim beray dedi shu vaqt. Yaxshi. 100 qo'ydim oldim. Shuning bilan adib aytib keldimmi, aytsa u boshlab necha oylarni shu restorandagilarni bugun shu riyosatchini baholaymiz deb o'tagan vaqti shuning bilan men riyosatchilikni qilib bo'ldimdan keyin naqsh eta olamsiz degan rasman naqsh eta olaydim-ku. Shuning bilan vaqt shunda bir model opsoberning bir naqshi bor ekan. La 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 shunda yaxshi tatdim qarang. Çaldıgan balığı qıpqınış qasak bizning diyorimizni deb çaldığı. Hadi bu qasak qildi. Aş tazı çaldı buni. Tazı hamma tushib ketgan bir esam izidan o'tibdi. Şagan şununla xanım bomda fikam siz naqsh etamaydi ekansiz deb men aytdim. Men ko'chaga desam, men 117. Masalan, riyosatchi cho'qim naqsh etalaydi, naqsh etadiganlar cho'qim riyosatchilik qiladi. Men shunda qilib qilsam, o jampancham meni ya ko'ramadimi yo bir amalni ishiltiblam yuqori chaplam shuni bir tayoqday deb aytishdan boshlab riyosatchiligim yo'q, naqshammi yo'q, shuni kan qisha tashlab berib chiqib ketgan. Jempami chalamtoz yoki menma jempami ko'ramayapti. Bo'ldi. Yitosan ekan. Shunda bo'lgan bek o'tkir bizning shu davrlarimiz bek go'zaldi. Ya biz g'ingshmaydik. Masalan, oldimizda siz g'ingshmay eta olaysiz. Ya, undan emas, men deganim oldimizga qiyinchilik kelgancha biz qilimiz cho'qim qilib yengib ketalaymiz deydigan manda bir ruhbat bizda. Ha, uning ustiga shunday ruh bilan chiqib hamma qiyinchiliklarni yengib keldi. Shu chog'dimi men ko'nglim kelgan, jon ajab bir shunday chiroyli naqsh etib bersam endi noynoyatmi deb men chiqiribas qildi oldi deb degan. Endi ular ko'rayotganda adillar. Shu vaqtlarda noynoyatmi deb. Hozir mush fursati shuna degim keldi. Hozirmi shunday ashta yaladi naqsh etayotgan nurg'un amaliyotda naqshchilar, sizga o'xshash riyosatchilar, sazanda bolalar bor. Hammasi o'zining kelgusi orzusi uchun
Japatatib kurash qilayotgan bolalar. Ular shu jarayonni cho'qim besish kerak. Hatto men bu bosdim. To'g'ri. U siz basmay Bırakman u mumkin emas. Biroq ular o'zlarining kasbini, o'sha ishlayotgan kasbining boshqalarning shularni hurmatlashini, shularning kasbini hurmatlashini, orzusini hurmatlashini, ular ham o'zini kamsitmay, o'sha yerda texmo bekrak chiniqib chiqishini umid qilmayman. To'g'ri. Hatta ne chiqdim, ashunaq iloqi alayligini tepbag'icha, ashunaq ma'xush sazga o'xshash qo'g'landib ketishim mumkin, lekin u degan vaqt kelgancha vaqtda texim bizga turtki bo'ldi. Agarda shu vaqtda Adila odamni texim yaxshi bir chiqaydi. Naynay aytmadingiz deb to'xtab aytganda, bir xil naqsh aytish to'xtagan bo'lsa, hozir bunda holat kamaydi-da. Aş dərəcəyə operuydu lekin. Mən neymişqə naqş etməm, bu günləri görməm. Çox mən naqş etmədim bu balalar. Şu naqş etməyirəm bu getdim. Aş dərəcək bağızıydı, operuydu. Şuna bu kəsbini yaxşı görsəniz, bək oduda kuyduğan bir iş qodu bulmasa, rəsmi bu kəsbdə aldırıb çıxılmaydı. Yəni bəziləri qanday gədirsiniz, aşnağılı bo'ldi qilib qolganchu oldiga intilmaydigan bo'ldi bugun qo'sqim to'yis bo'ldi mushbadida menga verdigan ma'qul deb mushbadin menga verdigan naqshchilar bor lekin men u chog'da ko'nglimda pukkansan hargizmi bir kunlik mashimni ilib men mushning qanoat qildigan emas men kelgusida nurg'un odam meni bildigan naqshchi bo'lishim kerak tangliq naqshchi bo'lishim kerak bu faqat meni chiniqtiradigan maydon degan shunday ko'z qarash bo'lganligi uchun to'xtamay o'zim mablag' selib yangi naqsh chiqarib qadam ilgirlagan. Har qanday sahna deb qoldingiz, hamsi bizning mashinamizning bir sahnada, hamsi yana bir naqshga kelvatmasak, bo'lmadi. Yamashdigan shu. Bayta bizning Turpan ijod qilgan naqshni birini qo'yatdim. Turpan. Sazi 12'ye yetken 12 naslangı ketken Nefise Akortnalar Tanrının tanrısını pelekken Yana bir uçunu çekip yürekken Sazi yangri tarab etken Nefise Nefise Gözünge Allah salay sözünge Yüzüm yıkıp yüzünge Okşap gitey özünge Nefise Gözünge Allah salay sözünge Yüzüm yıkıp yüzünge Okşap gitey özünge Tesma. Welche sen? Maynak görmez, maynak çıkmaz, maynak uykutu var. Nasıl gelmeyecek? Eğitiş, stres, huzurluş bekasat. He, pek doğru. Kurbanlar meslektim hem. Bağırlarını. Boyluklar. Şabiyat acemge Savri yaktı o kalemge Dardaşı bar her alemge Nefise Tümlep işk nefisi yazdı 12're düştü yendi kaçan mukamgı kandı Nefise Rahmat. Oturup kaldınız ha? Torpalan oylap kaldım ben. Nayna yatkan bolsam otamaydı. Nayna mama. Bama naynayla ama. Naynayla ba. Naynayla kımayotam size açlan naynay kımede bu kızal digen diken. Sonun teketge olsaydı. Şunu naynay yok ha. Olsa sen. Oşta şu. Mana. Bunun mu bir asası var? Küçükkende. Bir yavrum değil. Çıkıp nayna yettim kemeyi. Adile adam nayna etken bolsun bir ispatı değil ki. Nayna etdiğin naqshchilar jiq. Ustiga meningdek uslubda naqsh etilgan naqshchilar sal ozu qoldi. Shunga men nayna etib, bir xil tasavvur yo'qib qolmasa demak. Yo'q, undan emas, tolish naq turmay. Nayna etitma demakchi qo'yamda. Ya, naynayni ham bek nayna eta oladigandak etkitmayman.
Bu Nafisani Turpanda şu hissiyatlar kep ijadiyetin Turpanda qildim degansa ilhom qilib. Hamda yakan deganman qanda Turpanda kep qolganda bu Nafisaning yakanda yo'qtirib olgan. Yakandan biz yo'ldoshim bilan to'yga vaqtimda yo'ldoshimni sayyoq o'rman desan. Yakanga boqam. Ben Qashqa yakanga berib kelaylik. Sayyani berib olsiz debdi. Shu joqchi Qashqaga bormab, xuddan Qashqaga bormabdi ekanman. Deymiz buni. Shun siz ashalarni cho'kitib o'yitib kelay debdi-ku. Hop shu vaqtda toza sayyoq toza shuyliq kelgin kelib ketgan vaqtda. Baramdi. Shuni yakanga badi xotinlarga bas shu chaqda amasaxonniki aykilayotgan shu chaq qarab bu kep ketdi. Tüp men bir xil naqsh yozgandekli jo'q. Bashina bo'lib qoldi ba'zida. Shuni bilan shu o't tutishib ketdi. Lekin qaytib berib vaqtimni to'shdi, dam olish vaqtim. Lekin xizmat tushibtimizda turban ketibdi. Shu yo'qtirib olgan paytda uzun vaqt tavlab bu naqshini. Nafisa deb shu kildida kallamga yazaychi deb hizlib ketgan naqsh. Aynan be ilqi bir bilan 500 not bilan yozamsiz bunimi? Ya men 500 not bilan ash kallamda yozib olaman. Odatda menda biroq tang chiqadi muzika bilan, melodiyasi bilan naqsh teksti tang chiqadi ichimda. 5 ma'ni, 10 ma'ni qilmaychi. Sal oldigan farqlanib qolish mumkin lekin hozir bo'lib ma'zi tang chiqadi. Olma. Melodiyasi kallamda va teksti qog'ozda bada. O melodiya bir keldi, ikkinchi unutilib qolmaydi. Ya. Qat'iy unutilib qolmaydi. Taqim pishqilib ma'ndi o'zini pishqilmaydi. Endi deyman-ku, endi hozir ikki bola. Uning ustiga ikkisini operatsiya qilib olganki, men ayolning narkozning ta'siri bek ig'ir bo'lib ketdi. Bu mumkin desam, yo'q-ku, mana tutavasınız mana. Men chiniqib turman. Men o'ginishni tashlab qo'ymadim. Men qaytdim imtihon berdim. Unda. imtihon? Ama çağırınga kalın. Oy. Sanat mektepte bir arzuum batayım sanat okuyduğum için ben şimdi üniversiteye gittim. Şu an qarsam bolalarımı bize başlangıç mektepte okup bize qo'ldan chiqib qopti. Şu ashlar bilan tang o'qaychi sanat maktabga yaqinda savog'da shu o'qalaydi ekanmiz bilan jirong deb imtihon berdim yaqinda. Men chiqib har yili o'zimga bir tug'ilgan kunlik sovg'at berman. Masalan, o sovg'at bir kiyim undaq narsa emas. Yoki bir unvon emas. Yoki bir unvon, yoki bir hunar, yoki bir ashnaq imtihondan o'tgandamda ashnaq bir hayotimga bir o'zimni bir burilish, hayotimga bir burilish olib keladigan bir ashundaq bir planlab turib qilib. Wow, yaxshi plan ekan deyman bu. Tunji anglishimchimi mening bunda planni? Ben uzun yıllık plan tüzüp almayayım. Bir yıllık. Kısa. Mesela bazı bir planlarım, mesela imtihamda öttüm, bu da planımda 220 yılı bitirdik ama. İnkani. Yokur numaralarla öttüm hakikaten. Evet, tağnetiz çıkmadı dep bədim hem de. Müzik marifetidir. Çoxum kitap görüp birine ögünüp durmasak kalımız rahatsız degendek eşnaq unutulğa xo'p qaldık. Lekin siz unutulmabsiz. Men şunu abay sualını qısırıp qo'yganim şu. Demek biz sizniki masalan doyum funksiyalaringiz emasmi qarab qo'ymiz. Ha, o'tkir shundaq bu. Ko'zda kelib bolalar bilan yeli ish qilib har xil energiyalik mazmunlarni chiqarib muajiratlarga yetishsiz uchun qarab qolamiz ish. Hamma yetishadigan oddiy odam deb, ha? Men aralashtirib olmayman birisiga. Masalan, sahnada chiqib naqsh etgan xizmat qilayotgan vaqtlarda ballamni, o'ylarimni kallam kirgizib unda jiddiylashib olmayman. Hamma ishlarni retretda topshirilgan odamlar pakkis topshirib chiqqan bütün vujudim bilan naqshning ishlarini qilmay kasbimni. Aniki öy kirgandan naqshamning ishini balarimning ishiga aralashtirib olmayman. Bütün vujudim bilan o'zimning naqshligini unutib olib ketaman. Qiynabamni oldida bütün vujudim bilan kelib ketaman. Apam dadamni oldida qizib ketaman. Yo'ldoshimni oldida ayol bo'lib ashunday qilaqay. Hammasini tanishib retretda. Har xil javsa deb qo'ymas nimaga kiralayman ichiga. Bo'lmasa pek charchab ketgan bir-birisiga elashtirib olsa. Degan qaysi javsa bilan chiqdingiz? Shu Malik Bektur'un do'sti. Ağaynimiz, Adilla. Ağaynimiz bu. Shuna qilib
Bazağım kelay deb qoldik. Bazağımı kelay deb qoldik, lekin naqshingiz to'sh. Debdi, ashunaq deb tarjim qildim men. Ishqilib bir qizni bakatga o'xshaydi. Bir qizni chulayla liang buyang butonda fingara niyor debma. Qarab, men shuni o'ylaylik. Bir palakda o'xshamaydigan 5 qamak deganga o'xshashgandik. Men dedimda bizniki 8 qamak va o'xshamaydigan desa. Demak, ikki qizingizmi? Nimasi o'xshamaydigan o'xshaydi, mijozi. Qaysi sizni bakrak tortdi? Cho'ng tatib. Qanday ikkisi? Cho'ng sal qalaymiqan ko'rdingiz rasmni. Shkafni ko'rdik. Taplit qilib. A kichigi ratlablar varda, hammasini qatlab, shuni deb ham tova bir qo'saqdan hech kim qilay deb chiqargan tova debchi. Bugun shuni ko'rib bak kulibdi, men shuni chuqum deyma deganda hozir naqli keldi. Adila xonimning bugungi shu aytgan so'zlaridan yana biri rostchilik bilan, samimiylik bilan o Adila qalb egisini ilgirlagan oldi. Yana bir qatim tundim qara. Nurg'ulgan cho'lponlarimiz, san'atkorlarimiz bor. Lekin o'zidagi haqiqiy gapni yoki haqiqiy ishlarni aytishni ba'zilari yaxshi ko'rdi-yu, lekin yushirib qolganlar bor. Xonboq basan aytdi-yu. Adila bugun ish qilib rasna aytdi, yaxshi biz bilan xushchaqchaq bo'lgan ishlarning hammani ta'tilmay bizga davadiqo. Necha millionlagan tomoshabinlarimiz bor oldimizda. Bizmi xijil olmayl naqshlarni talab qilaverdi. Yana birini qilaylik. Yana birini qilamiz. Qonban ishqib shu naqshaga tushliq atgan bo'g'aydi qonbona. Ha? Yana birini talab qo'yaylik. Kansiz. Men shu faoliyatlar qatnashtirsam boshqa qildim. Adila ishkini aytib ishkilma desa yana birini qo'shib oladi. Adila desa. Az uchinchisi kaptoq. Solga burilsak kap qolganmiz, anglab bilib biroq kirib ketdi. Deb. 13 yil bo'ldi men aslan. Oho. Tunji naqshingizni o'xshab men so'raylik, qaysi edi? Qonbavasang deb berdi. Uni aytdimi? Majnunda. Uni ma'laganda? Da, g'irib sinam dinariyada bir narsa aytgan, juda navada programda batdi.